Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men hozir Germaniyaniki Stuttgart shahridagi Ipak Yili Uyg'ur restoranida bu oshxonga bu restoranga men tomoq yegil kelib, diqqatim chekkan ikki nuqta sizlarga o'rtoqlashmoqchi. Birinchisi, bu oshxonniki kirganliklar mana bu tomoq tizimligini aytib berdi. Qarasam bir xil Xitoy chiqib yo'q. Bunun da Germanca hem İngilizce. İkinci nokta, bu aşkanda keşte tamam edersem aşkanda lık edem ba bir mıhtay görmedim de. Yani Uygur aşkansı kirgen diken bazı aşkanların köpüncüsü de yani Xitaylar ba tamak yapıp oturavatkan aldığımızda tamak yapıp kapkazım ma kaşığıma Xitay necis milletning ig'isi yeb qolgan mudi, ma qo'shiq shu Xitoy tamoq yeb qolgan qo'shiqmi degandek bir xil endisha, dilg'u bo'lib qolib qolamiz. Yemayilsak boshqa yeydigan boshqa o'zimiz yenadigan bir qo'shiqimiz bo'lmagan ekan, amalsiz shu qo'shiqda shu tamoq yeymiz, bir xil ko'nglimizga bir xil gumon shakl tushib qoldi. Lekin ma oshxonada unda ahvolni ko'rmaganligim uchun bundan suyundim, xush bo'ldim. Uyg'ur restoranchilikniki ro'yini amaliyotida ko'rsatgan bir tajovuz millatning yezg'ini qo'llanmagan ham bu tajovuz millatniki odamlarni bu oshxonaga qarshi ilinmaydigan manasini ko'rganligim uchun mushtansizlarga o'rtoqlashib qo'shni bir uyg'urlik burchum deb oshxonaniki xo'jayini Hasanjon Qosim akamiz bilan qizi Shahnur Qosim sonamizni bir suhbat o'tkazishni loyiq ko'rdim. Assalomu alaykum Hasanjon aka, Shahnur sonamiz. Sizlarning bu oshxonalarda tamoq yeyish jarayonida deb o'tgandek xush qilgan, suyundigan, nurni g'ururlantirgan bu ahvollarni millatimdan o'rtoqlashmoqchi. Ham gapni qisqartirsak, bu nimamiz hozir ko'rsatdi mana bir til Xitoy xat yo'q. Siz bu nima uchun Xitoycha xat yozmadingiz yo burun yozganmidingiz bizning Uyg'urlarning boshqa nur hamma oshxonalarda hamda Xitoyni kirgizmaydi, uni cheklayolmaymiz, lekin shu tamoq tizimli bo'lib qolsa, shu Xitoy millatining xatni qo'llanmasa degan tashabbusdan o'ttirib qo'ygan bizning ziyolilarimiz bo'ldi. Amaliyotda hech qanday bir oshxonalar uni amaliyotda ifodalamadi. Mening tuzimni tushunishga tunji qatim ko'rganim bo'ldi meniki. Tushunishga mushaqda sizni bir nima qilib baqsam. Siz burun Xitoycha qo'llanganmidingiz, keyin amaldan qoldingizmi yoki faqat Xitoycha xatni yozmadingizmi? Aleyküm assalam Abdurrahman. Assalamu aleykum bütün dünyadaki Uygur kırındaşlarım. Maşı vaxtınla hayırlı olsun. Abdurrahman'ınki sorgan sorularga kısa adli cevap veriştirişine. Siz çağırak bir gap qilsangiz. Siz degandek Abdurrahman, maşo bizniki tamoq listimizga Xitoycha yozmaslikdagi bir sebebimiz. Ben aşxona ichib qilib qolsam, Xitoycha qat'iy yozmayman deydigan bir arzu armanlarım vardı. Çünkü ben Xitayga nait öş. Çünkü benim hak hukukumunu tatlıgan, milletimi tecavüz kılan, zeminimi besalagan bir millet. Buğallık için ben bu milletinin yazığının özünü, yazışını ben numus dep bilmem. Çünkü şahsen özümün gurur kötemeydi onun özünü. Ama yazgan adamın ki onu ben doğru dep karmayım. Şunun için ben izlep yürüp bu aşkını taptım, bir yen taptım. Ötken yıl 9. ayınınki 20. açtık. Etiş bilen birge biz Xitay'ınki hiç kandak bir xatlarını kullanmadık. Hazırlık gelgicilik bunu kullanmadık, bunun ki mu kullanmayız. İkincisi de Xitay kilişkenmezliği de sorgan sualınız var. Biz yeni aşka vaxtlarda Xitay'la mı kelgen? Bir ay ötkendiğin kim? Xitaylar kilip hep ahırları zaten başka milletin cekara Xitaylar kilipti. Tamamları onu belki yakışık ya. 5 yıldızını bürüp Yemenci hep gitti falan danlap. Hazır karsanlı mı? Bulanınki website'larda, Facebook'larda, o bu nesillerde başka öz ara taradıklarda hemisi kürala işle. 5 yıldız bürüp atkan tamaklarımızga. Numa Şahnur kızım vaxtıda Minih'ta okuydu. Üniversitede okuydu. Hep de ahırı kildi.
Hatta ahir kelib o'sha bizga yordamlashgach ishlagan vaqtida buni Xitoylar ko'rib terrorist oshxonasi ekan bu. Biz bu yerga kelmaymiz bundan keyin biz bu oshxonni boykot qilamiz deb Xitoylar o'zaro bir suhbat deb berib qaror chiqadi bular. Qaror chiqarib bular to'plarga taqitib bormaysa bu yerga degan maskarahni o'zaro maslahatlashib o'tib taqatgandan keyin bular kelmaydigan bo'ldi. Umumyüzlük hücum başladı. Umumyüzlük hücum başladı bizge. Başlatma, teşviqat uruşu başladı. Dehşet. Bizninki hamma jihatdan terrorist deb yozdi, boshqaning barmog'ini dedi. Bizni zaten demgan narsalar qolmadi buniki. Onun gumu biz pisand qilmay yana oldimizga qarab ketaverdik. Chunki bir adam terrorist degan biz terrorist qolmaymiz. Kimning terrorist emasligini butun dunyo bilib yetdi bugungi kunda. Ben bu aşkını etiştim burun şundak bir planım battı. Xitay milleti kirip tamak yiyişki bulmaydı dep men yazıdığan. Ben onu cık izledim. Yazışını oylaştınız mı? Yazışını oylaştım. Ben aşkını etiştim burun yazışını oylaşkan. Neymiş ki yazışını oylaşıp kalkan desiniz. Ben belki nefretlenim bu milletten çok. Bu milletin nefretlenip kalmasın. Maşı milletinin yazığını kullanıp durup aşı milletke hizmet qilib oldi, yugurib yurganlarmi men nafratlandim. Nima uchun nafratlandim desiniz? Endi qarindoshlarimizning menga anglatishi oshxonaga bolalari bilan kirsa, "Voy yaxshi kelding" deb quchoqlab bolalarini suykidiga deydi. Yana birisi o'z og'izi bilan men mana sizlar yon o'tirib choy ichib deb berganda birisi oshxonaga bordim deydi. Berib bir og'inamni deb borgandim. Bir choy akib bersingiz debdiki, "Ana çaylık o'zingiz akib iching" debdi. 3 minutdan keyin ichki Xitoy kirdi dedi. Ay Xitoy kipti o'ltirgan odam yugurib qop o'rindoqlarini tuzashtirib Xitoy qumini qo'yib qo'yishlik choydan ichkini akib oldi qo'ydi dedi. O'zining millati kirib qolib qolsa, choy qurib bermaydi, qo'shib bermaydi. Xitoy kirib qolib qolsa, xushamat qilib choy qo'shib beradi. Shu kundan e'tiboran men o oshxonaga dasimdim deb. Hem bunun kimi desmeydi diyen şu. Bu yaman tesir qilgan bana. Anamdan keyin Amerika ve Kanada'da mı aşkandımı ağzıları tamak sep yügüzüp gururum öteydi de ağzı tamak sep koyganlar çok güzel. Mening gururum emas, bütün Uyg'ur milletinin gururu tajovuz qildim da o'z Uyg'urman deb tur. Bu naytılqı. Uyg'urun deb sanda qildi. Tordos kuchlik uning qarshi inkoslar, til ahonatlar bo'ldi. Ko'rib videoni. Naytibek Uyg'ur milletiga eg'ir haqorat qildi. Ayadikinin o'zini qo'ral tanlab qilgan bo'lsa, mayada pulning qulublik illamla tashlanib ketgan gap insonlar. Endi men Xitoycha yozish qilsa nima qarshi degan chaqda Xitoy kes jiq pul topaman deb yozdi. Bu jiq pul topaman deb yozgandan keyin qachon Xitoy keladi deb Xitoy marabla turgan gap. Bu Xitoyning o'zini dushman bilishdan voz kechib yaxshi insonlar deb o'zimiz maqtaydan olib qolgan gapchi. Bu ro'y qulluq deymiz biz o'zimizni. Bu qulluq qilishdan butun Uyg'ur milletininki yiroq turishini o'zini umid qilaman. Mumkin qadar yozgan yoziqlaringizni o'chirib tashlab yana yashay olasizlar. Chunki biz bir yilning o'zi o'zimiz yashab ko'rdik. Buni yozmisimi, osmisimi qilib oldik. Biz ular kelgandikidan yaxshi holatda ketyapmiz biz bugun hozir. Ular kelmisimi, biz yolg'iz qolmadik, biz och qolmadik. Biz nega bosaq, nada yashasak, to'g'ri durustlik qilsak, biz non deb yashalaydiganligimizni Allah bizningki butun dunyodagi insonlarga shunday o'rtaq yaratgan. Nega bosaq, rizqini bergan. Qayerga bosaq, qayerda bo'lsak, biz to'g'ri durustlik qilsak, biz non deb yashalaymiz. Yashashning birdan-bir usuli inson to'g'ri durust bo'lishi kerak. To'g'ri durust yashashni o'rganish kerak, to'g'ri durust qadam bosishni o'rganish kerak. Aldamchilik bilan xoshamatchilikdan voz kechgan chaqda bo'ladi bu ishlarning o'zi. Biz masalan hech qanday qadamga voy kelmamsa u bu deb xoshamat qilmadi Xitoylarga, keldi, kutdik, xiridaning o'rnida. Voy nima ish, nima desan,
voy bu deydigan narsani bitimdik. Çay içmen sekip verdik, su içmen sekip verdik. Tamam yeymen degan tamaqni buritgan tamaqni ekip verdik. Xalas. Rahmat. Bu sonimiz mana Shahnur Qosim ko'z ko'rmagan siyosiy aktivist, faoliyatchi, Instagramda aktiv, o'ziniki Ravan German tilida Xitoy tajovuzchilariniki Sharq Turkistonda epirayotgan irqiy qirg'inchiligini izchil anlatib kelishdan tunilgan. Buni ko'pincha Uyg'urlarimiz biladi. Shuning uchun Xitoylar ayni ashunga chidamay, oshxonga tuhmat qilib, bularni oshxonasini boyqut qilish nimsini chiqarib taqat qilganini asanjakimiz dedi. Bulti men Twitterda bu sonimizniki taqatgan bir videosini ko'rdim. Xitoylarniki har xil tuhmatlarni qilib bu oshxonni boyqut qilish, oshxonga kirmaslik, Xitoylarni qat'iy oshxonga yaqin yurmaslik haqida qilgan bayonotlarini degan ekan. Mushni sizning og'zingizdan bir anglay. Shuncha siz so'zlagan shu videoni men Instagramdan ko'rdim. Aslında nima deb yozilgan Xitoylar? Bizga o'tgan yil Stuttgartdagi German gezitchilar biz do'konga kelganda 10-oyning oxiri o'ylandimki bizga ma'ni qo'yganti internetga. O'ylandimki bizga bu sizlarga qanday reportaj intervyuni qo'yishdi. Bizga kelib sizlar birinchi Uyg'ur restorankan sizlar bu yerda Uyg'urlar qanday bir millat deb so'rash uchun kelganda. O'ylamanki bizga so'rdi Uyg'ur millat Xitoy millati bilan o'xshashmi? Aniki men dedim yo'q biz o'xshash emas, bizning tamog'imiz boshqa, bizning so'zlaydigan so'zimiz ham narsa boshqa, tilimiz boshqa dedim. Undan keyin qo'ygandan keyin Xitoylar buni o'qib, aniki ularmo atam degandek o'zlarining applarida hujum namlasini boshladi. Bizni terrorist dedi, separatist yoki bo'lginchilar. Uni dedi, aniki sizlar bu yerga bormanglar, bu restoronni boykot qilishimiz kerak deb. Aniki mening mu Instagramga, TikTokga, hammaga private DM'larni mesaj qildi. Menga yozdi, sen terrorist, sening do'koningda mangmaydi. Tamg'inglar zaten tatliq emas, yaxshi emas deb yozibdi. Aniki bizniki Google'da mu yulduz biralaydigan, review qilalaydigan yerlardami bizga oshxonga kelib deganlar tamoqning ustiga oshxonaning mulozimatini o'zining mamnun bo'lmaganini bog'laydigan nemisi. U yerda bizga aniki nurg'un bir yulduzlarni beryapti. Umuman Xitoycha bir yulduz, chunki ularning ism bergan narsamda Xitoycha ism. Bizning 4,9 yulduz bor, aniki 3,9 ga tushib qoldik. Vahshiylar atam degandek vahshiy hujumni qilyapti bizga dahshatlam. Aydamannikidan boshladi mening ta'kidchilarimga yozishga boshladi. Bular terroristlar, bularga bormanglar deb. Qilgan bizga emas, boshqa millatlarga mu yozdi. Andan keyin ular hech kirmadi. Zaten biz bir yildan beri bizga tuzuk Xitoyga kirmaydi. Kirsa u balkim bir ishga kirib qoldi. Bo'lmasa bizga lam yoshlab keldi, jiq ayliklar keldi. Chunki biz soshal mediada tashviqotni bakchiq qilamiz. Masalan, boshqa restoranlarga kirsangiz mu Xitoycha xat yoziq yo'q, chunki ular o'zining umidini Xitoyga qo'ymaydi. Bizning boshqa millatlarmi bor deb. Chunki ular tamoqlarini tuntudi. Masalan, pizza desangiz hammasi bo'ldi, bular italyanlarning deb. Mesela şuna biz mu teşvikatını qilamiz chunki lag'man anglasa Uyg'urlarniki deb bilsin deb. Şuna bizga jiqlari keldi, deydi, bizlarning videolarni ko'rdik. Biz hech Uyg'urcha tamoq yapmaqmidik. Sizlarga kelib tamoqlar bek tatliqkan deb jiqlari yana keldi bizga. Şuna biz aşağı kityapmiz atam degandek teşvikat bek muhim. Şuna biz mu Xitoyga nim qilmaymiz. Ammo Xitoydan bir narsani o'rgangan bo'lsam, u mo'ylaqi boykot qilish. Chunki ular haqsiz turib bizga hujum qilib ham bizni boykot qilg'isi bor. Inglizcha deydi the audacity deb. Andan keyin shunga biz ulardan burun men tashviqot qilsam, boykot qilsanglar bo'ldi. Xitoyni milliy azam bo'limi, ammo tirishinglar deydim. Endi nima deyman? Boykot qilishinglar kerak. Chunki boykot qilmasanglar qila olasizlar. Endi Xitoyni boykot qildi. Ham bizni boykot qilgan hech narsamiz yo'q. Ammo ular bizni ham o'ltiryapti, ham biz ularga tiqib pulni iqtisod yordam qilsak u hech bo'lmaydi deb o'ylayman. Rahmat. Endi hozir bir gapingiz diqqat tortadi endi. Xitoylar boshqani boykot qilamiz, hammasini oshxonang o'ldi, rivoj topolmaydi deb tahdid qilgan nimalarda.
Endi bu diasporadagi ishilgan Uyg'ur oshxonalarniki har qandaqiga kirsak, asosiyat mustaqillik kirganliklar Xitoylar borda endi. O'tirayotgan oldimizga buyurgan tomoqlarimiz kelgandan keyin, "Ey mush qachon Xitoy tomoq yegan, shu Xitoy nejis Xitoyning tumush tekkanmidi, tili tekkanmidi, og'iz tekkanmidi, mush qo'shiq tash nejis Xitoyniki, shulgalar yiqib yurganmidi, yo'sin chiqmaydigan bu shu nejis Xitoyning degandek bir xil ishimizda nafrat va ammo yemək amalimiz yeymizdə endi oshxona tomoqini. Endi Uyg'urlarga endi mudoqdimi diaspora Uyg'ur oshxonalarining xo'jayinlarini tanqid qildi. Shu Xitoylarni kirgizmanglar demaymiz. Hech bo'lmasa shu tomoq tizimligiga Xitoycha qat'iy yozmasanglar, mana qilmay Uyg'ur degan bir millatdan bu g'ururiga bir hurmat qilgan bo'lgan bo'lsanglar deb endi bu nurg'un oshxonalar bunim qilamidi, lekin sizlar ichkirisida bor ekanda, mana bir 2 ming oyoq oshxonaga Xitoy ko'ymadim. Shunga chiqib ba'zir yedim tomoqni. Endi boshqa Uyg'urlar restoranlar ham Xitoylik kirmasa oshxonamiz taqalib qolib qolarmi, ziyon tortib ketamiz, bu oshxona bak qimmat, buning nurg'un mablag' deb oshxona to'q. Shunga chiqib Xitoylik qilib qolsak, oshxonamiz bayram ketib qolmasin deb Xitoycha yozib, hatto ba'zi Xitoycha gazetlarda oshxonasini e'lon qiladi, ashtim qiladi. Undan boshqa Şinjan bir nimasi deb ash xatlarni yozib, har xil nima taqib qilyapti. Ana mushundaq nima vaqtda sizlar Xitoy boyqut qilamiz deb ashundalik tashviqot urishib qilgan vaqtlarda sizlardan bir qo'rqinchli andisha bo'lgan, bizning oshxonamiz manda yangi bir ichilibdi, taqilib qolarmiz, ziyon tortib ketamizmi degandek bu bir andishalar bo'lganmi sizlar? Yo'q. Biz vatan qo'ldan ketdi. Boylik qo'ldan ketdi. Bütün baylarımızın üstünü, bütün öldürüp bunun bütün bayligini, mal varlığını ele aldı. Bunun aldığı bu ne mi? Eğer biz Xitoy kelmese aç qilib qolamanmi deydigan ish bo'lib qolsa, do'konni taqlasaqlam davlat boqadi. Aç qilib qoldigan ish yo'q. To'g'ri. Bo'libmi chet elda. Aman u Xitoy kelmese aç qilib qolamanmi, men qandoq yashaman deb u Xitoy bütün umidini bog'lab qo'ygandan tilamchilik qilsaqmi, kunligi 300 euro pul deb qashlaymiz. G'ururimizni dafsanda qilmay, g'ururimizni dafsanda qilmay turib, pul deb qashlashning yo'li yo'q. Faqatlamla Xitoy taynib qilish, ro'yi jihatdan qulluq, pulning qul bo'lish. Eng oxirgi kelgan chaqda hammani g'ururimizni dafsanda qilib turib, Uyg'urning g'ururini dafsanda qilib turib, Xitoyga yolvirish. Sen kelmasang men qanday yashayman deb. Buniki bugungi kunda bizni o'ldirib yo'qotyapman desa, "Maya desam bo'lmasang yashayolmayman" deganninki siz qanday qaraysiz bunga? Men uni hech qanday qabul qilmayman. Chunki g'urur deydigan narsa yo'q uningda. U insonlarning o'zini cho'shqiga o'xshatsaqmi, cho'shqiga g'arat qilgan bo'lamiz. Shunga ash ro'yingizni men amaliyatingiz ko'rdim ishlanishgan qadam tomoq berish jarayonida. Shu qadam har qachon qarasam, liqadam bor, bir Xitoy yo'qda. Shunga men rohat kirdim. Arif parangiz ba'zi gaplarni anglagandan keyin siz bir hurmatim keldi degan gapingizni amaliyatingizda reallikni ko'rdim. Ilgari bu sonimizniki, Shahnurniki bu vaqt to'g'ri so'zga nimalarni ko'rgandim. Endi reallikni ko'rganmanki, shunga bu sizlarning bu diasporadagi Uyg'ur restoranchiligida, ya'ni Uyg'ur ruhini amaliyotida ifodalagan bir oshxona ekanligini xalqimizga bildirish, boshqa Uyg'ur oshxonalarning sizlarni o'rnak qilish uchun bu sizlarga bir suhbat qildim bunga. Bu anglasam ham parangiz jarayonida nurg'un narsalarda keyin bir hikoyalar bor ekanda. Bugun buni hamma deb bilmaymiz. Sizlar pat orada men Uyg'ur choyxona suhbatini qilsak taklif qilib, bu vaqtida sizlar kim, qachon kelganlar Germaniyaga, bu yerga hayotlar qanday bo'lib, bugun keyin burada igilik tiklab, Xitoyga biqinmay o'z oldinlig'a o'zingizga g'ururini bilan yashab bu yer kelganda bir nurg'un tajribalar bo'ladi. Bu xalqimizga o'rtaq simpatiya qilishlarni Uyg'ur choyxonasiga taklif qilmak, texnik umumiy suhbat qilish uchun. Ko'p rahmat. Eng oxirgi qatam Shahnur xonim sizdan bir eg'iz gapingiz bor, shuni program to'xtatsa ekrandagilarga nima demoqchi? Oxirgi qatam. Bizga Xitoyda kirganda menga so'rganda sen neylik deb. Çünkü cık Uygur restoranlarga barsak biz Şinjanlık Uygur deb özünü tunuşturupdu. Aniki medeni biz Şinjanlık Uygur emas, biz Şarkı Türkistan Xitoy hükümetinin Şarkı Türkistan'ın besi vargan Uygur desem hiç nimde mey tamgını yaplam çıkıp ketgende.
Şuna mençe en mühimi üzerlerine turuş. Çünkü sizlerimi özlerni ben Uygur dep tunuşturmuşsanlar hiç qanday dünyadaki adamlar sizlerni Uygur dep tunuşturmaydı. Şuna özlerinin kimligini unutup kalmanglar. Çünkü biz kançılık mesela ben Germaniyada tug'ildim. Kançılık ben German desem o özümni meni bu yerga Germanlar sen Germansan demeydi. Çünkü her kim so'raydi sen German tug'ildim aydi ama sen nereden kelding deb. Şuna en mühimi özlerni hiç unutup kalmaslık. Rahmet, qolgan suhbatda Patqarda Uyg'ur choyxonasida texma keng doirada sizlarni suhbat qilish ekranga chaqiraman. Teşekkür ederiz. Xo'sh. Ben aşkan doğruluk qattiqroq yapıp saldım. Ya, to'g'ri degangiz haqliqsiz. Çünkü gurursiz bunun o'xshash insonlarga cho'chqa o'xshasa ham cho'chqaga qaradi deb. Hammamiz butun dunyodagi Uyg'urlarimiz ko'ydi. Shu qisib turib Xitoyning og'ziga tomoq sag'anlarning o'zini. Ama bunun o'xshashining o'zini shaxsan men hech qanday qabul qilmayman. Ama dinim o'xshash, bir Tunguzga o'xshasaqmi, Tunguzga qaratgan bo'lmasa ham daha bizning g'ururimizni dafsan qilgan Uyg'urga nisbatan. Nayt g'ururlik karxanchilarimiz mashu mening kasbimda qilayotgan nurg'un Uyg'urlarimiz bor, chiqmagan. Bundaq Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zingizga ilm olmanglar. Ham bundan keyin qilimiz deb qadam bosaman deb shuning niyat qilgan Uyg'ur qarindoshlarimiz Xitoy için yazmay turib, asmay turibmi, nayt yaxshi tijoratni aqtug'ili bo'ladi-ki. Qandaq ish bo'lib qolsa hamkorlashsak bo'ladi. Qo'limizdan kelgan imkoniyatimiz bilan hozirgacha egallagan tajribamizni o'rtoqlashimiz mumkin qadar yozmanglar, asmanglar. Rahmat. Rizqimizni Xitoydan kutmaylar. Niyatimizni durust qilib, amaliy harakatimiz orqali tirishgan ishimizning natijasini Allohdan tilaylik. Oxirida oshxonangizga barakat, ishlaringizni tutuq, sizlarga salomat tilayman. Patqarda Uyg'ur choyxonasida bu vaqtda keng suhbat etib boshqa taklif qilaman. Rahmat.